Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasidagi qarama-qarshilik allaqachon boshi berk ko'chaga kirib ulgurdi. Dastlab qisqa muddatli bosim va tezkor natija kutilgan ssenariy amalda butunlay izdan chiqdi. Vaqt cho'zildi, xarajatlar oshdi, natija esa mafhumlashdi. Bugungi real holat shuni ko'rsatadiki, bu endi oddiy harbiy operatsiya emas, balki ko'p qatlamli, uzoq muddat davom etadigan geosiyosiy to'qnashuvdir. Raqamlar bu manzarani yanada ochiq ko'rsatadi. Eron aholisi 85 milliondan oshadi. Faol harbiy tarkibi 500 mingdan ortiq. Zaxira kuchlari esa 300 ming atrofida baholanadi. Turli manbalarga ko'ra mamlakat ixtiyorida yuzlab, ayrim hisob-kitoblarga ko'ra minglab ballistik raketalar mavjud. Bu esa har qanday tezkor zarba va yakun modelini amalda ishlamasligini ko'rsatadi. Qarama-qarshilik bir necha kunlik emas, balki oylar va hatto yillarga cho'zilishi mumkin bo'lgan shaklga o'tgan. Isroil va Amerika Qo'shma Shtatlari yuqori texnologik ustunlikka ega. Aniqlik, razvedka va zarba berish imkoniyatlari bo'yicha ular ustun. Ammo Eron bu ustunlikni neytrallash uchun boshqa modelni tanladi. Hududiy kenglik, tarqoq infratuzilma va uzoq muddatli qarshilik strategiyasi. Natijada urush tez tugaydigan emas, balki cho'zilib boradigan charchachish tizimiga o'tdi. Har bir zarba javobni keltirib chiqarmoqda. Har bir bosim yangi qarshi chorani tug'dirmoqda. Bu esa jarayonni yopiq aylana ichiga solib qo'ydi. Qarama-qarshilikning eng xavfli nuqtasi Hormuz bo'g'ozi hisoblanadi. Dunyo bo'yicha dengiz orqali tashiladigan neftning qariyb 20% aynan shu tor yo'lakdan o'tadi. Kuniga o'rtacha 17-20 million barrel neft shu hududdan harakatlanadi. Agar bu yo'lak hatto qisqa muddatga to'silsa yoki xavf ostida qolsa, global energiya bozori darhol izdan chiqadi. Narxlar keskin ko'tariladi va butun dunyo iqtisodiyotiga zarba beradi. Eron bu hududni oddiy geografik nuqta sifatida emas, balki strategik bosim tugmasi sifatida ko'radi. Shu sababli bu yerda har qanday keskinlik bu nafaqat mintaqaviy, balki global xavfdir. Ichki siyosiy maydonda esa yanada murakkab jarayonlar ketmoqda. Ali Xomanaiy atrofida shakllangan tizim tobora yopiq va markazlashgan boshqaruv modeliga o'tmoqda. Bu fonda Mushtabo Xomanaiy nomi ichki ta'sir markazi sifatida ko'proq tilga olinadi. U rasmiy ravishda yuqori lavozimlarda ko'rinmasligi mumkin, ammo xavfsizlik apparati va diniy tizim ichida qarorlar shakllanishiga ta'sir qilayotgan asosiy figura sifatida baholanmoqda. Bu esa Eron ichida hokimiyat vertikali yanada qattiqlashib, tashqi bosimlarga nisbatan yanada yopiq va qat'iy javob beradigan tizim shakllanayotganini anglatadi. Benjamin Netanyahu atrofida tarqalayotgan turli mish-mishlar, jumladan uning o'limi bilan bog'liq gap-so'zlar ham bu urushning yana bir fronti, ya'ni axborot maydonini ko'rsatadi. Bugungi kunda urush nafaqat raketalar bilan, balki ma'lumotlar, mish-mishlar va psixologik bosim orqali ham olib borilmoqda. Jamiyat kayfiyatini boshqarish, ishonchni sindirish yoki mustahkamlash, bularning barchasi real jang maydoni kabi ahamiyat kasb etmoqda. Jarayon qaysi yo'nalishda ketmoqda degan savolga javob esa yanada xavotirli. Birinchi yo'nalish keskinlikning asta-sekin kengayishi, ya'ni qarama-qarshilik boshqa hududlarga ham yoyilishi ehtimoli katta. Ikkinchi yo'nalish esa uzoq davom etadigan past intensivlikdagi urush, ya'ni to'liq urushsiz, lekin doimiy zarbalar va bosimlar orqali davom etadigan model. Uchinchi yo'nalish bo'lsa iqtisodiy bosimning kuchayishi, ayniqsa energetika va savdo yo'llari orqali global tizimga ta'sir o'tkazish. Bugungi manzara aniq. Tomonlar ortga chekinadigan nuqtadan tobora uzoqlashmoqda. Tezkor g'alaba ssenariysi allaqachon yo'qolgan. Har o'tgan kun qadama-qarshilikni yanada chuqurlashtirmoqda. Har bir qaror esa yangi keskinlikni tug'dirmoqda. Bu urush tugamayapti. U shaklni o'zgartirib, yanada murakkab va xavfli bosqichga o'tmoqda.